Elektron onlayn auksionda yer uchastkasi sotib olish xarajatlarini qoplab berish tartibi. Bu maqolada siz elektron onlayn auksion orqali yer uchastkasi sotib olish xarajatlarini qoplab berish tartibi haqida bilib olasiz. Elektron onlayn auksion. Bu imtiyozli insonlarga yer uchastkasini internet orqali sotib olishga yordam beradigan tizim. Imtiyozli insonlar: ayollar daftari, yoshlar daftari, temir daftarga kiritilgan insonlar. Auksionda yer sotib olmoqchi bo'lsangiz, davlat jamg'armalari sizga yer sotib olish xarajatlarini to'lab beradi. Yer sotib olish xarajatlarini to'lab beradigan jamg'armalar: Saxovat va ko'mak, ayollar daftari, yoshlar daftari jamg'armalari. Sizga yer uchastkasi sotib olish uchun jamg'armalar hisobidan faqat bir marta to'lov to'lab beriladi. Elektron auksionda yer sotib olish uchun pullik yordam olmoqchi bo'lsangiz, Inson ijtimoiy xizmatlari markaziga borib yoki my.gov.uz internet manzili orqali ariza berishingiz mumkin. Inson ijtimoiy xizmatlari markaziga murojaat qilsangiz, so'rovnomani ishchilar yordamida to'ldirasiz. Agarda my.gov.uz internet tizimi orqali ariza bersangiz, so'rovnomani o'zingiz to'ldirasiz. Auksionda yer sotib olgan kundan boshlab 3 oy ichida xarajatni to'lab berishlari haqida murojaat qilishingiz kerak. Agar 3 oydan keyin, ya'ni 4-5 oydan keyin murojaat qilsangiz, arizangiz ko'rib chiqilmaydi. Bir martalik to'lov yemi auksionda sotib olish xarajatidan kelib chiqib, bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravarigacha to'lab beriladi. Bir martalik to'lovni olish uchun siz yoki oilangizdagi insonlarning nomida oxirgi 12 oyda uy yoki yer bo'lmasligi kerak. Yerni oxirgi 3 oy ichida auksionda sotib olgan bo'lishingiz kerak. Yer O'zbekistonda joylashgan bo'lishi lozim. Sizda yoki oilangizdagi insonda nogironlik bo'lishi kerak. Siz yoki oilangizdagi inson temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftaridan birida bo'lishi lozim. Ma'lumotlaringiz talablarga mos kelmasa, auksion uchun bir martalik to'lov ajratilmaydi. Auksion uchun bir martalik to'lov berish rad qilinsa, bir kunda inson ijtimoiy markazlari yoki my.gov.uz orqali sizga xabar yuboriladi. Bir martalik to'lovni boshqa sabablar bilan rad etish mumkin emas.